Assalomu alaykum aziz opa-singillar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men pensiya yoshidagi ayollar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat hozir pensiya olayotgan ayollarga emas. Yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan ayollarga ham tegishli. Ko'p ayollarimiz yillar davomida ishlagan, bola tarbiyalagan, oilani ushlab turgan. Lekin pensiya hisoblanganda ayrim davrlar hisobga olinmay qolgan yoki hujjat topilmagani uchun pensiya kamroq chiqqan. Bugungi ma'lumot shuning uchun juda muhim. Ayrim pensioner ayollar pensiyasini qayta ko'rib chiqtirishi, stajini to'ldirishi yoki avval hisobga olinmagan davrlarni qo'shtirishi mumkin. Men hozir hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Kimga tegishli emas, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak, nimalarga aldanmaslik kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi amaliy qadamlar qismida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni onangizga, opangizga, qo'shningizga, mahalladagi pensioner ayollarga yuboring. Chunki ko'pchilik o'z haqqini bilmagani uchun yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Men avvalo vaziyatni ochiq tushuntirib olay. Bizda ko'p ayollar pensiyaga chiqqanda bitta muammo takrorlanadi. Ish staji to'liq tasdiqlanmagan bo'ladi. Masalan, ayol kishi 20 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin mehnat daftarchasida muhr nomi, korxona nomi o'zgargan. Arxiv yo'qolgan, tashkilot tugatilgan yoki ayrim yillar umuman yozilmagan bo'ladi. Natijada pensiya jamg'armasi faqat tasdiqlangan stajni oladi. Tasdiqlanmagan yil esa afsuski men ishlaganman-ku degan gap bilan hisobga qo'shilmaydi. Ikkinchi katta muammo ayollar bola tug'ib, uni parvarish qilgan davrlarni ko'pincha stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda bolani parvarishlash davri pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Lekin buning ham o'z tartibi, chegarasi va hujjati bor. Ya'ni har qanday uyda o'tirgan yilimning hammasini qo'shib berishadi degan tushuncha noto'g'ri. Shu bilan birga bola bilan uyda o'tirgan davrim mutlaqo hisoblanmaydi degan tushuncha ham noto'g'ri. Uchinchi muammo. Ko'p pensioner ayollar pensiya tayinlangandan keyin uni qayta tekshirtirish mumkinligini bilmaydi. Pensiya bir marta tayinlandi, endi shunday qoladi deb o'ylashadi. Aslida agar sizda keyinchalik yangi hujjat topilsa, qo'shimcha staj tasdiqlansa, ilgari inobatga olinmagan davr bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilish mumkin. Mana shu joy ko'pchilik uchun eng quvonchli xabar. Oldin ham qonunlarda staj, bolani parvarishlash davri, ish haqi va hujjatlar bo'yicha qoidalar bor edi. Lekin amaliyotda odamlar ko'p qiynalardi. Ayol pensiya yoshiga yetadi, pensiya jamg'armasiga boradi. Undan mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari so'raladi. Korxona yopilgan bo'lsa, ayol arxiv yuradi. Ba'zan qishloqdan tuman markaziga, tumandan viloyatga, viloyatdan eski korxona arxiviga qatnaydi. Yo'l xarajati, vaqt, asab, navbat. Hujjatdagi xatolar, bularning hammasi odamni charchatadi. Hozir esa eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvi kuchaymoqda. Arxiv ma'lumotlarini so'rash tartibi ham ancha yengillashgan. Men buni hamma narsa avtomatik bo'ldi, hech qayerga bormaysiz deb aytmayman. Yo'q, ayrim hollarda baribir murojaat qilasiz, ariza yozasiz, hujjat topshirasiz. Lekin oldingidek odamning o'zi har bir eshikni taqillatib yurishi shart bo'lmagan holatlar ko'paymoqda. Yana bir muhim jihat, pensioner ayol pensiyasi kam chiqqan bo'lsa, bo'ldi, endi o'zgarmaydi deb o'tirmasligi kerak. Agar staj, bola parvarishi, ish haqi yoki boshqa davrlar bo'yicha qo'shimcha asos paydo bo'lsa, qayta hisoblash masalasini ko'tarish mumkin. Mana shu qoidani har bir ayol bilishi kerak. Men oddiy qilib aytaman. Pensiya miqdori asosan 3 ta narsaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi ish staji, ikkinchisi ish haqi yoki daromad ko'rsatkichlari. Uchinchisi qonunda nazarda tutilgan imtiyozli yoki qo'shimcha hisoblanadigan davrlar. Ayollarda aynan 3-masala ko'p uchraydi. Chunki ayol kishi ko'pincha bola tug'adi, bola parvarishlaydi. Oilaviy sabablar bilan ishni vaqtincha to'xtatadi, keyin yana ishga qaytadi. Masalan, oddiy hayotiy vaziyatni olaylik. Gulbahor opa 25 yoshda pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida 17 yil ish staji tasdiqlangan. U 3 farzandni tarbiyalagan. Birinchi farzandi tug'ilgandan keyin 2 yil uyda bo'lgan, ikkinchi farzandi 1 yil. Uchinchi farzandida yana 2 yil bola bilan o'tirgan. Agar bu davrlar qonuniy tartibda tasdiqlansa va belgilangan chegaradan oshmasa,
uning stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan davrlar yuzaga keladi. Natijada 57 yil staj 2000 yilga yaqinlashadi yoki ayrim hollarda 2000 yildan oshishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Boshqa misol. Nazira Optik fabrikasida 1992 yildan 1996 yilgacha ishlagan. Lekin fabrikaning nomi 2 marta o'zgargan, keyin korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida 1992 yilgi muhr o'qilmaydi. Pensiya tayinlanayotganda shu 4 yilning faqat 1 yili hisobga olingan. Nazira opa endi nima qilaman deb qo'l siltagan, lekin keyinchalik viloyat arxivida eski buyruqlar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash hujjatlari topilsa, u qo'shimcha staj sifatida tan olinishi mumkin. Shundan keyin pensiyani qayta hisoblash bo'yicha ariza beriladi. Yana bir misol. Muhabbat opa maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Keyin bir necha yil kolxozda mavsumiy ish qilgan. Mavsumiy ishlar ba'zan daftarchaga to'liq tushmagan bo'ladi. Lekin ish haqi vedomoslari, buyruqlar, tabel, arxiv ma'lumotlari bo'lsa, ayrim davrlarni tasdiqlash mumkin. Men ayollarga doim aytaman, daftarchada yo'q ekan, tamom demang. Avval arxiv imkoniyatini tekshiring. Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqqan ayollar e'tibor bersin. Ayniqsa men ko'p ishlaganman, lekin stajim kam chiqdi deganlar. Bu eng katta signal. Agar siz 25 yil ishlaganman deb bilsangiz, lekin hujjatda order yoki 15 yil ko'rsatilgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Ikkinchidan, ko'p farzandli onalar e'tibor bersin. Bu yerda men noto'g'ri umid bermoqchi emasman. Har bir farzand uchun cheksiz yil qo'shilmaydi. Lekin bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin. Shuning uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh haqidagi hujjatlar, familiya o'zgargan bo'lsa, shu o'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Uchinchidan, Sovet davrida kolxozda, fabrikada, savdo tashkilotida, maktabda, bog'chada, kasalxonada, pochta yoki aloqa bo'limida ishlagan ayollar e'tibor bersin. Chunki o'sha davrdagi hujjatlar ko'pincha turli arxivlarda saqlanadi. Korxona tugatilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlagan ayollar e'tibor bersin. Ayrim hollarda pensiya tayinlangandan keyingi ish davrlari ham qonuniy tartibda qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Bunda qaysi davr, qanday tartib va qanday shartlar bilan olinishi alohida tekshiriladi. Shuning uchun men pensiyada ham ishladim. Demak, avtomatik o'shadi deb emas. Mening davrim qayta hisoblashga tushadimi deb so'rash kerak. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq ko'ringan, mehnat daftarchangizdagi barcha davrlar hisobga olingan, bola parvarish davrlari ham tekshirilgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda qayta hisoblash uchun yangi asos bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir bir marta pensiya hisob-kitob varag'ini ko'rib chiqish zarar qilmaydi. Agar siz umuman ishlamagan bo'lsangiz va faqat men uy bekasi bo'lganman, shuning uchun pensiyam oshsin desangiz, bu holatda qonuniy asos bo'lmasligi mumkin. Chunki pensiya staji hujjat bilan tasdiqlanadigan mehnat faoliyati va qonunda alohida ko'rsatilgan davrlar asosida hisoblanadi. Uy yumushlari, nabira boqish, ro'zg'or tutish hayotda juda katta mehnat. Lekin pensiya qonunchiligida hammasi alohida staj sifatida tan olinavermaydi. Agar sizning barcha stajingiz to'liq, ish haqingiz ham yuqori davrlar bo'yicha olingan, farzandlar bo'yicha zarur davrlar qo'shilgan bo'lsa, shunchaki hamma ayollarga qo'shimcha pul berilyapti degan gapga ishonib navbatga turmang. Men shuni alohida aytaman. Har bir yangilikni barcha ayollarga bir xil pul tarqatiladi deb tushunish noto'g'ri. Pensiya masalasida hamma narsa shaxsiy hujjatga bog'liq. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, bolani parvarishlash davri avtomatik tarzda hamma ayolga bir xil qo'shilmaydi. Bunda bolaning tug'ilgan sanasi, onaning o'sha paytdagi ish holati, mehnat munosabatlari, hujjatlar va belgilangan cheklovlar ahamiyatli. Agar ayol bir vaqtda rasmiy ishlagan bo'lsa, o'sha davr alohida tartibda baholanadi. Agar mehnat ta'tili rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu ham boshqa holat. Ikkinchi nozik jihat, familiya o'zgarishi. Juda ko'p ayollarda qizlik familiyasi bilan ishlagan davr bo'ladi. Keyin turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, arxiv hujjati sizga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat,
ish haqi ma'lumotlari. Ba'zan staj tasdiqlanadi, lekin ish haqi tasdiqlanmaydi. Pensiya miqdoriga staj bilan birga ish haqi ham ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli faqat necha yil ishlaganman demasdan, qaysi yillardagi ish haqim hisobga olingan degan savolni ham bering. Masalan, bir ayol 1990 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma topilmagan. Natijada hisob boshqa pastroq davr bo'yicha olingan bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Arxivdan topilgan har qanday qog'oz darhol pensiyani oshirib yubormaydi. Hujjatda ism, familiya, lavozim, ishga kirgan va chiqqan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr yoki arxiv tasdig'i bo'lishi kerak. Ba'zan arxiv ma'lumotida faqat familiya bor, ism yo'q yoki tug'ilgan yil mos kelmaydi. Bunday holatda qo'shimcha isbot talab qilinishi mumkin. 5-nozik jihat. Qayta hisoblash odatda murojaat qilingan va hujjat qabul qilingan tartibga bog'liq bo'ladi. Ya'ni men 5 yil oldin ham huquqim bor edi. Endi 5 yilning hammasini qaytarib bering degan talab har doim ham qanoatlantirilavermaydi. Qaysi sanadan boshlab qayta hisoblash qilinishi qonundagi aniq normalarga bog'liq. Shuning uchun kechiktirmasdan murojaat qilish muhim. Men sizlarni ogohlantirishim kerak. Pensiya mavzusida firibgarlar ham ko'p uchraydi. Kimdir menga pasportingizni bering, pensiyangizni oshirib beraman deydi. Kimdir falon pul bersangiz staj qo'shtirib beraman deydi. Kimdir ijtimoiy tarmoqlarda barcha pensioner ayollarga falon so'mdan beriladi. Anketa to'ldiring deb yolg'on havola tarqatadi. Hech qachon pasport ma'lumotlaringizni, bank kartangiz raqamini, SMS kodini begonalarga bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy tartibda hal qilinadi. Pensiya jamg'armasi bo'limi, Davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki rasmiy idoralar orqali. Agar kimdir sizdan oldindan pul so'rasa, bu juda xavfli belgi. Yana bir aldanish. Hamma ayollarga avtomatik qo'shimcha pensiya qo'shiladi degan gap. Yo'q, men bunday demayman. To'g'ri gap shuki, ayrim ayollarda hujjatlar qayta tekshirilsa, pensiyani oshirishga asos chiqishi mumkin. Bu juda yaxshi imkoniyat. Lekin u har bir insonning shaxsiy ishiga bog'liq. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men aniq tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjat, eski ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, diplom yoki harbiy xizmatga oid hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya tayinlashda qaysi staj davrlari olingani, qaysi davrlar olinmagani, qaysi ish haqi davrlari hisobga kirgani haqida tushuntirish so'rang. Men tavsiya qilaman, og'zaki so'rab ketmang, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob keladi. Keyin sizda asos bo'ladi. Uchinchi qadam, hisobga olinmagan davrlarni aniqlang. Masalan, siz 1975 yildan 1990 yilgacha bog'chada ishlaganman deysiz, lekin pensiya ishida bu davr yo'q. Yoki 1993 yildan 1997 yilgacha fabrikada ishlagansiz, lekin faqat 2 yili kiritilgan. Ana shu bo'shliqni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yillar, qaysi tashkilot, qaysi lavozim, qayerda joylashgan edi? 4-qadam. Arxiv so'rovi masalasini ko'taring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi orqali yoki davlat xizmatlari markazi orqali so'rov berish imkoniyatlarini so'rang. Arizada tashkilot nomini iloji boricha to'liq yozing. Masalan, tikuv fabrikasi deb umumiy yozishdan ko'ra eski nomi, taxminiy manzili, ishlagan yillari va lavozimni yozish foydaliroq. 5-qadam, farzandlar bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Agar bola parvarishi davri stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holat bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'ladi. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, FHDDIO bo'limidan dublikat olish mumkin. Agar familiya mos kelmasa, nikoh yoki ajrim hujjatlari ham kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam. Pensiyani qayta hisoblash haqida ariza bering. Arizada oddiy qilib yozing. Mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, ilgari hisobga olinmagan mehnat staji va tegishli davrlarning hujjatlar asosida inobatga olishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling, aslini ko'rsatish kerak bo'lsa, o'zingiz bilan olib boring. 7-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling.
Bu juda muhim. Arzda kirim qilingan sana raqam yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Chunki keyin men murojaat qilgan edim degan gapni isbotlash oson bo'ladi. 8-qadam javobni kuting va javobni diqqat bilan o'qing. Agar ijobiy bo'lsa, qaysi davrlar qo'shildi, pensiya qancha bo'ldi, qaysi sanadan qayta hisoblandi, hammasini tekshiring. Agar rad javobi bo'lsa, rad etish sababi yozilishi kerak. Hujjat yetarli emas, davr tasdiqlanmadi, qonun bo'yicha qo'shilmaydi kabi sabablar bo'ladi. Shunda siz nimani to'ldirish kerakligini bilasiz. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoniyati bor. Lekin shikoyatni hissiyot bilan emas, hujjat bilan yozing. Qaysi davr hisobga olinmagan? Qanday hujjat bor? Nima uchun qarorga qo'shilmaysiz? Aniq ko'rsating. Bir onaxon menga shunday vaziyatni aytgan edi. U 12 yil rasmiy ishlagan, 4 farzandi bor, lekin pensiya hisoblanganda atiga 15 yil staj olingan. Sababi 30 yil ishlagan tashkilotning hujjati topilmagan. U korxona yo'q bo'lib ketgan deb o'ylagan. Keyin arxiv orqali eski buyruqlar topilgan. Natijada qo'shimcha staj tasdiqlangan va pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Bu yerda asosiy dars korxona yopilgani hujjat yo'q degani emas. Yana bir ayolda mehnat daftarchasida ism bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan. Pasportda Saodat daftarchada Saodatxon deb ketgan. Shu sababli ayrim davrlar shubhali ko'rilgan. Keyin nikoh hujjati tug'ilganlik haqidagi ma'lumot va arxivdagi buyruqlar bilan shaxs aniqligi tasdiqlangan. Bu yerda dars. Kichkina imlo xatosi ham pensiya hisobida katta muammo bo'lishi mumkin. Boshqa bir ayol pensiyaga chiqqach ham maktabda qorovul bo'lib ishlagan. U pensiyadaman-ku, endi bu ish stajga o'tmaydi deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'ldiki, ayrim holatlarda pensiyadan keyingi ish davrlarini ham qayta ko'rish masalasi ko'tarilishi mumkin. Buning uchun rasmiy mehnat shartnomasi, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar va tegishli ma'lumotlar muhim bo'ladi. Men sizlarga ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta kuch hujjat. Xotira guvoh, qo'shnining gapi hamma biladi degan gap ikkinchi darajada, birinchi o'rinda yozma hujjat turadi. Shuning uchun eski qog'ozlarni tashlab yubormang. Eski ma'lumotnoma, buyruqdan ko'chirma, ish haqi vedomosti, kasaba uyushmasi bileti, hatto eski suratlar ham ba'zan izlanish uchun yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin yakuniy qaror rasmiy hujjat asosida bo'ladi. Farzandlar onalariga yordam bersin. Ko'p onaxonlar idoraga borishga uyaladi, savol berishga tortinadi, meni qo'yib berishadi deb o'ylaydi. Yo'q, bu ularning haqqi. Farzandlar hujjatlarini tartibga solib, arza yozishda, navbat olishda, elektron xizmatlardan foydalanishda yordam bersa, ko'p masala osonlashadi. Yana bir maslahat, har bir hujjatdan nusxa oling. Asl hujjatni topshirib yuborishdan ehtiyot bo'ling. Agar aslini ko'rsatish kerak bo'lsa, ko'rsating, lekin nusxasiga qabul qilingan belgini qo'ydiring yoki ro'yxat bilan topshiring. Hujjat yo'qolsa, uni tiklash yana vaqt oladi. Agar siz qishloqda yashasangiz, avvalo mahalla raisi yoki hokim yordamchisidan emas, bevosita vakolatli idoradan aniq ma'lumot oling. Mahalla yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin pensiyani hisoblaydigan organ pensiya jamg'armasi hisoblanadi. Shuning uchun yakuniy javobni o'sha yerdan oling. Aziz opa-singillar, bugungi gapning mazmuni juda oddiy. Pensioner ayollar o'z pensiya hujjatlarini qayta tekshirishdan qo'rqmasin. Agar sizning ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, bola parvarishi davrlari inobatga olinmagan bo'lsa, eski ish joyingiz bo'yicha arxiv hujjatlari topilishi mumkin bo'lsa, yoki pensiyangiz shubhali darajada kam chiqqan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Bu hamma ayolga avtomatik qo'shimcha pul degani emas, lekin ko'p ayollar uchun real imkoniyat degani. Bugun sizdan iltimosim, bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun saqlab qolmang. Onangizga, qaynonangizga, opangizga, qo'shningizga, mahalladagi yolg'iz onaxonga yetkazing. Balki aynan shu video sababli kimningdir pensiyasi qayta ko'rib chiqilar. Kimdir yillar davomida ololmagan haqqini talab qilishga jur'at topar. Izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya hisobida stat tushib qolgan holat bo'lganmi? Qaysi hujjatni topishda qiynalgansiz? Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringizga javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa, imtiyoz va qonuniy haq-huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni men sizlarga sodda tilda tushuntirib boraman.